Sizlar so'radinglar, biz olib keldik akalar. Nexia 1 va Nexia 2 ga bilet modulli tumankalarimiz sotuvga kelgan. Tumankalarimiz ko'rinishi bilet modul qo'yilgan, ichi qoraytirilgan, hech qanaqa lampochka bunga qo'yib o'tirmaysizlar. Yoritish va narxiga keladigan bo'lsa, videoni oxiriga o'tib ketamiz. Nexia bilet tumankalarimiz oq, sariq va oq sariq 3 xil ko'rinishi yonadigan bo'ladi. Xo'p, undan tashqari biz sotuvimizda barcha turdagi avtomobillarimiz uchun Cobalt, Lacetti, Nexia 2, Matiz, Spark, Nexia 3 va Nexia 1 ga bilet tumankalarimiz sotuvga kelgan. Kimga shunaqa bilet tumankalari qiziqtiradigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, yetkazib, chiqazib, dastavka xizmatlari bilan qilib beramiz. Endi sizlar bilan tumankalarimiz yoritishini bitta ko'rib o'tamiz. Okalar, Nexia 1 tumankamizni bir tomonini yoritishi xuddi shunaqa. Bilet tumankamiz ko'zga tushmaydi, ko'rasizlar, 100 metrgacha bemalol olyapti. To'g'ri regirovka qilinsa, bu ko'zga tushmaydigan tumankamiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, komplektini 300 ming so'mdan qilib beramiz. Okalar, bu Nexia 2 bilet tumankamizni bir tarafini yoritishi, bu 3 xil yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu sap-sariq varianti, tumanlarga, obishli kunlarda yoqib yurishga zo'r. 3-chi xili sariq bilan oqqa aralashgan varianti bo'ladi. Ko'rasizlar, axlat katta, bu bir tarafini yoritishi bo'ladi. Umuman ko'zga tushmaydi, to'g'ri regirovka qilinsa, hech qachon birovni ko'zga tushmaydi. Bu komplekt narxi tumankamiz 350 ming so'm qilib beramiz. O'ptim chokkalarimizga yanada kelishtirib qilib beramiz.